Xo'p, yigitlar, shovqinni to'xtatamiz. Umuman gaplashilmaydi. Faqat meni eshitasizlar. Sizlar haqida, sizlar bilan ozgina psixologiya haqida gaplashamiz. Psixologiyada sizlarda o'tayotgan jarayonlardan o'tamiz. Gaplashamiz. Nimaga? Bolalar, har bittanglarni fikringlar, xayolinglarda nima o'tyapti, nima qo'yyapti, qanaqa bo'lyapti, qanaqa bo'lmayapti, kerakmi menga, kerak emasmi menga degan hamma savolinglarni men qaysidir darajada his qilib turaman. Chunki men o'zim shunda qovurilib, qaynab, g'ijimlanib, shundan o'tganman va natijaga chiqqanman va natijaga chiqish yo'llarini, turli yo'llarini sizlarga ko'rsatib, tushuntirib beryapman va natijada sizlar men yo'qotgan vaqtni yo'qotmasliginglar uchun, tezroq natijaga chiqishinglar uchun imkon qadar yo'linglarni qisqartirib berishga, yo'linglarni tezlashtirib berishga harakat qilyapman. Nega desa, sizlar shunga menga shogird tushgansizlar, menga to'lov qilgansizlar va vaqtinglarni ajratyapsizlar. Lekin bu yo'lda men sizlarga ko'rsatayotgan yo'lda sizlarda bo'ladigan to'siqlarni men yengib o'tishim qiyin. Men yengib o'ta olmayman. Chunki to'siqlarni sizlar yengib o'tasizlar. Men o'zimning yo'limda to'siqlarni yengib o'tib bo'lganman va natijaga chiqqanman. Sizlarga yo'llarini ko'rsatyapman. Lekin shu jarayonda bitta narsa bo'ladiki, men yo'llarini ko'rsatib beravergan sarim, tushuntirib beravergan sarim, xuddi maktab davrida o'ylagansizlar-da, fikr keladi. O'zi shunaqa ekan, bu narsa oson shunaqa o'rganilar ekan, hamma shunaqa o'rgangan ekan yoki shu nega qiyin, nimaga meni qiynayapti degan har xil savollar sizlarni nima qiladi? Qiynaydi. Shu joyda kimdir qadriga yetadi. Bu jarayonni kimdir qadriga yetmaydi. Tushunyapsizlarmi? Qadriga yetishmasligi qiziq emas, lekin o'sha jarayonda o'shani anglash qiziq. O'sha jarayonni anglash qiziq. Aytadi-yu, pullarni shitiriga, shaqillashiga kasalman. O'sha jarayonni his qilish qiziq. O'sha jarayonni qanchalik zo'r his qilsanglar, shunchalik natijalar zo'r bo'ladi. Nimaga bu narsani aytyapman? Tasavvur qilinglar, hayotda anglamasdan, umuman qattiq gap eshitmasdan, kaltak yemasdan, so'kish eshitmasdan, bolam sen zo'r odam bo'lasan, faqat yaxshi, xohlagan o'ziga yoqqan ishni, xohlagan o'zini bizni tashlasa, biz mayli deb indamay, kimnidir xafa qilsa ham mayli indamay, ota-ona umuman erkatoy tarbiya bo'lgan, faqatgina shirinlik bilan katta bo'lgan bola 20 yoshdan keyin qanaqa hayot kutadi uni? 20 yoshdan keyin ota-ona qo'yib yuboradi, chunki to'g'rimi? O'sha ko'chaga chiqadi, pul topishga harakat qilish kerak, to'g'rimi? O'sha uyga olib kelish kerak yoki uylanyadi, qiz, qaysidir qiz yoqib qoladi unga, to'g'rimi? Savol, yog'iga qanaqa hayot kutadi bu bolani kim aytadi? Qiyin hayot kutadi. Nima kutar ekan? Har tomondan qiz bolalardan ham zarba keladi. Nega? Erkatoy bola oyisiga qilgan qilig'ini yoki erkaligini qiziga qilib ko'rsa nima bo'ladi? Ay, sekinroq, sekin. Emotsiyaga berilib ketma, hissiyotga berilib ketma. Xo'p, demak, birinchi tomon qiz boladan zarba oladi. Ikkinchi tomon og'aynilariga, o'rtoqlariga, adasiga qilgan muomalasini, ada qilib adasini haqorat qilsa ham ada mayli aytgan pulini beraversa, og'aynilariga yoki erkaklarga qilsa nima kutadi? Zarba kutadi. Ishda ham xuddi shu narsa bo'ladi, to'g'rimi? Erkaliklar o'tmaydi, to'g'rimi? Endi bu hayoti alg'ov-dalg'ov va qiyinchiliklar bilan o'tadi. Endi xuddi shu narsa bu yog'iga qancha vaqtda u bola o'ziga yo'lini topib oladi, hayotda to'g'ri yo'lga tushib oladi, katta natijaga boradi. Qancha vaqtda? Kimni taxmini qanaqa? 10 yil. Yana kim? 5-6 yil. Yana kim? Taxmininglarni aytinglar. G'irt ruschasiga aytadi, izbavlniy deyiladi. O'zbekchasiga tantiq erkak bola 20 yoshdan keyin ko'chaga chiqib yashashni, uni ko'chani hayotini ko'rishni boshlaganda qancha vaqtda u to'g'ri yo'lga tushib oladi?
holatga qarab mana misol uchun musofirda ko'rganman shunaqa bolalar borib qolgan. Erta boshqacha 2-3 yilda o'zi qolipga chiqadi. Musofirda. To'ppa to'g'ri. Musofirda bo'lmasa-chi, o'zini uyida bo'lsa-chi? O'zini uyida qiyinroq 10 yildan ketish Bo'lmaydigan boradi 10 yil. Demak, minimum 5-6 yil, atak 10 yil beryapsizlar, to'g'rimi? Ha? O'zgarmaydigan bo'lsa o'zgar bo'lmaydi. To'ppa to'g'ri. Endi savol faqat ertalabdan kechgacha otadan, onadan kalta yeb, qamchi yeb, mazasini qochirib, dabdalasini chiqarib, faqat og'ir mehnatda, stressda, depressiyada katta bo'lgan 20 yoshli bola qanaqa bo'ladi? me'yordan o'tgan bo'lsa bo'ladi. To'ppa to'g'ri. Me'yordan ortgan bo'lsa, stressda, kaltayda katta bo'lgan bo'lsa nima bo'ladi? Unda o'sish bo'lmaydi baribir. Chunki u ham bitta qolipga tushib qolgan bo'ldi. Bundan oyoq o'tadi hech qachon. To'g'ri. Yana qancha vaqtda u hayotini to'g'irlab oladi, o'zini yo'lini? Kim aytadi? 5 yil, 5 yil. Yana kim? O'rtacha. Qancha vaqtda u hayotida qanaqadir orzusiga, natijasiga boradi? 6 yil. Yana kim aytadi? Nimaga qaranglar, mana qaranglar. Erkatoy bolaga 10 yil deyapti-da ko'pchilik. Kalta yegan bolaga 5 yil, 3 yil, 6 yil deyapti. Nega? Chunki erkatoy agar hayotga chiqsa qiyinchilik ko'radi. Bu qiyinchilikdan chiqib kelgan. Demak, qiyinchilik nimani olar ekan? Vaqtingni oladi. Agar ayni damda aqlingni ishlatmasang, vaqtingni yo'qotasan. Tushunasizlarmi? Demak, aql bilan mehnat qilinmasa, vaqt yo'qotilar ekan. Depressiyada yurgan odam aql bilan vaqt ish qilmagan taqdirda ham u qiyinchiligiga moslashganini hisobiga nima qiladi? Ko'nikib ketadi, to'ppa to'g'ri. Ko'nikib ketadi. Bu ko'nikish aql mehnati degan. Ko'nikib ketgani uchun tezroq keyin уже erkinlik ko'payadi, svoboda, to'g'rimi? Hamma bilan zo'r bo'lib ketadi, boshqa. Qarabsanki, yo'liga tushib ketishi oson bo'ladi. Endi nima demoqchiman, bolalar? Hayotda umringlarning oxirigacha qamchi bo'ladi va shirinlik bo'ladi. Zamonaviy qamchi qanaqa ko'rinishda? Kim aytadi? Qamchi, mana zamonaviy shirinlik nima ko'rinishda ekan? Hamini ko'rinishda bo'ladi, to'g'rimi? Zamonaviy shirinlik bu, to'g'rimi? Hozir erkak kishi uchun. To'g'rimi? Manbichi? Zamonaviy qamchi. Qaranglar, zamonaviy shirinlik mana bu ko'rinishda bo'lsa, zamonaviy qamchi buni yo'ligi deb biladi. Mana bu yo'q. To'g'rimi? Savol. Endi nimaga bu narsani tushuntiryapman? Men yoshligimda kim bo'laman degan orzuda aytaylik, prezident bo'laman deganman. Misol uchun-da. Prezident bo'laman deganman. Tushunasizlar? Yoshligimda. Birinchi yoshligimda uchuvchi bo'laman degan. Ikkinchisida sal maktabda tudusida 2-3 sinfda prezident bo'laman degan. Keyin sekin pastroq uchishni boshlaganman. Tushunasizlarmi? Lekin marrani natijani katta olaverganman. Marrani kattasini olaverganman. Endi nimaga bu narsani tushuntiryapman? Shu jarayonda mana bu yo'lda stress yo'li bor. Demak, yoshligimizda qamchi keladi, shirinlik keladi. Mana shu yo'lda anaqa yo'l bo'ladi. Anaqa, keyin adashib qolib ham yoqqa ketib qolishim mumkin. Qaytib mana bu yerda o'tirib qolishim mumkin. Haligacha orzu qilib o'tirganlar bor, to'g'rimi? To'g'rimi? Nimaga bu narsani aytayapman? Sizlarni trenirovka qilayotgan paytingizda sizlarni orzuyinglar chalg'itishi ham mumkin. Nabarot bu yoqqa olib kelishi ham mumkin. Faqat nima bo'lsa dedingiz? Nima bo'lsa dedingiz? Yo'q, boya aytdingiz. Agar
agar Ha, Musofirchi sog'in. yo'q. Hali bilgin. me'yor bo'lsa, Ha. agar me'yordan oshib me'yor bo'lsa, demak trenirovka qilyapmiz-da, kimdir telefonga chalg'yapti, kimdir gaplashishga chalg'yapti, kimdir har xil narsaga chalg'yapti. Lekin sizlar bitta narsani xayolingizga keltiryapsizlar boshida, lekin jarayonda keltirmayapsizlar. Agar men bu texnikani o'rgansam, ertaga men mana buni qila olaman. Agar men bu texnikani o'rgansam, ertaga mana bunaqa natijada bo'laman. Mana bunaqa natijada bo'laman degan narsa nima bo'lyapti? Slaviy bo'lib qolyapti. Trenirovkaga bo'layotgan e'tibor nima qilyapti? Kamayyapti. Endi e'tiboringlarni chegarasi borligini bilasizlarmi? Mana ertalab turasizlar, bitta e'tibor yuz yuvish, choy ichishga ketadi. Undan keyin nima ketadi? Qani hammanglar aytinglar. Yo'q. Telefon chiqib Bitta telefon. Ishtoningni ham kiymaysan, lekin u ko'z ochilganda ko'zni ochilganda bitta telefon ko'rib olasan. E'tibor qayerga ketdi? Mediaga ketdi. Undan keyin tam yeb ichish, tuda-suda yo'lingga ketdi. Tushunasizlar? E'tibor qanchasi kerakli joyga ketdi savol. Endi kelding. Valaq gaplashyapsan, trenirovka qilyapsan. Gaplashayotganing foyda beradimi? Yo'q. Savol. O'ynab o'tiribsan. Ertaga senga natijaga olib boradimi bu? Yo'q. Demak, nima demoqchiman? Qanchalik chalg'isanglar, shunchalik bundan nima qilib ketasizlar? Uzoqlashib ketasizlar. Qanchalik chalg'imasanglar, shunchalik uzoqlashmaysizlar. Nimaga kerak degan savolga men javob beraman. Qamchini yo'ligiga. Qanaqa desa, qanchalik bu yerda vaqtinglar cho'zilsa nima bo'ladi? Qancha qimmatlashaveradi, to'g'rimi? Qanchalik shalay-valay bo'lar bo'lmas narsalar bilan ishlasanglar, qanchalik video darslikni ko'rmasanglar nima bo'ladi? Bir olib ketasizlar mendan, bir olib ketasizlar. Nima, o'rgatayotgan narsam 1% ni olib ketasizlar. Agar video ko'rib, trenirovka qilayotgan narsangni to'liq tushuntirib berganman, mag'zini chaqib berganman videoda. O'shani ko'rib olib, tushunib olib, mag'zini chaqib ko'rib olib, keyin trenirovka qilinsa 10 ni olib ketasizlar va tezroq natijaga borasizlar. Savol: bunda sizlarga kim xalaqit beradi? Sizlardan boshqa yana bitta odam bor. Bitta emas, ko'p odamlar bor. Kimlarligini o'zingizlar topinglar. Kimlar? Ularni nomini aytaman. Ularni oti nomlanishi sohasi marketing deyiladi. Qanaqa desa, reklamani o'ylab topadiganlar. Reelsni qanchalik qiziq qilish to'g'risida reklama qilish, to'g'rimi bu ham? Sizlarga qanaqadir o'yinlarni sotishda, u ham marketing deyiladi. Hammasi kim desa, e'tiboringlarni sotadigan odamlar. E'tiboringlar qayerga chalg'isa, e'tiboringlar qanchalik kerak emas narsaga sarflansa, shunchalik sizlar mana bu yerga nima qilmaysizlar? Yeta olmaysizlar. Misol keltirib beraman va isbotlab beraman. Agar men hozir qo'limga olaman-da, maqsadim mana shuni urib sindirish bo'lsa, mana shunday turibman, qo'lim og'riyapti. Kechqurun 11 gacha urib turaman, mana shunaqa qilib chidab. Qo'lim nima qiladi? Yo'q, qo'lim sinmaydi. Qo'limda tabiatdan nima mavjud? Moslashuvchalik. Sekin-sekin uravergan sari nima bo'ladi? Mana bu zoldirga aylanadi. Mana bu qotadi. Suyi butun energiyani mana shu yoqqa olib kelishga tortadi. Qo'lim kuvaldaga aylanadi. Bitta urganda ag'daradigan bo'laman. Keyin borib 3 kun, 4 kun yana ursam, 5-kuni yoki haftaning oxirida mana buni sindirishim mumkin. Bu nima ekan? Alloh taolo tarafdan bizga berilgan bitta narsa bor. Ko'nikuvchanlik, moslashuvchanlik va rivojlanuvchanlik. Nima degani desa, qaysi tomonimizga qattiq udar berilsa, diqqatimiz qayerga qaratilsa,
o'sha narsa kuchayib boradi. Demak, texnikani qanchalik qidiraversang, trenirovka qilaversang, o'sha mahorating nima qilyapti? Oshyapti. Bitta isbot. Baklashkani qo'ydikda, hozir nima qildik? Qilgan bo'lsang, qancha trenirovka qildingiz? 1 soat qildik baklashkani. Ana bor 2 soat qildik. Keyin manekenga qo'yib ko'rdingizda nima bo'ldi? Yumshoq bo'lib qoldi harakat. Tushunyapsizlarmi? Endi buni 1 hafta qilsangiz nima bo'ladi, bilasizmi? Mashinkani shunday qo'yib turib fet qilasiz, bunday qilib. Bez nasatka qilasiz. Demak, qo'limizda nima bor ekan? Mahorat, moslashuvchanlik, ko'nikuvchanlik, rivojlanuvchanlik mahorati bor. Tushunyapsizlarmi? Agar bu narsani tushuna olsanglar, buni hazm qila olsanglar va texnikalarni o'shani ustida izlanishga va diqqatni va e'tiborni shunga qaratsanglargina o'shanda rivojlanadi. Nimaga bu narsani aytyapsiz desangiz, bitta narsa borki, mana bu cho'qqida tasavvur qilinglar. Mana bu sizlarni taninglar, mana bu sizlarni qobiliyatinglar, mana bu sizlarni fikrlaringlar, lekin ayni damda mana bu narsa sizlarni e'tiboringlar. Agar trenirovka qilib turgan paytda bular qishlog'idagi mahalladagi Oysha opani g'unajinini chiroyi haqida o'ylab tursanglar, nima bo'ladi? Mana bu avtopilotda ishlayapti. Buni mahorati nima qilmaydi? Muammo shundaki, agar men diqqatimni va fikrimni va e'tiborimni shu narsaga qaratib turib qilsam, shundagina energiya keladi bu yerga. Kuch keladi bu yerga. Quvvat keladi bu yerga. Suyagim baquvvatlashadi. Tushunyapsizlarmi? Muammo shundaki, buni qilib turganim bilan e'tiborim, xayolim, fikrlarim yoki xohishim yoki hissiyotim antipti g'unajini haqida bo'ladigan bo'lsa, yoki bitta futbol haqida, yo boks haqida yoki mamini haqida bo'lib turadigan bo'lsa, e'tiborim tezroq chiqib ketish haqida bo'lib turadigan bo'lsa ham, mana nima qilmaydi? Teskarisiga ishlaydi. Hayotda bu formulasi shunaqa. Tabiat qonuni. Agar mamutdagi cho'qqidagi e'tibor degan narsa o'zini joyida bo'lmasa, mamutga keladigan kuch-quvvat, qobiliyat, xohish, rivojlanish, ko'nikach bu narsa nabiru teskarisiga ishlaydi. Formula shunaqa. Tabiat shunaqa. Bu mo'rtlashishni boshlaydi, bu qon talashishni boshlaydi, bu sinishni boshlaydi, qo'l ishib ketishni boshlaydi. Tushundinglarmi nima demoqchi bo'lganim? Demak, qanaqa trenirovka qilmagin, sen o'ylayotgan narsang trenirovka haqida emas, bunga teskari 180 gradus teskari kerak emas narsa haqida bo'lsa, bunga aloqasi yo'q narsa haqida bo'lsa, fikri hayoling o'sha yerda bo'lsa, e'tiboring o'sha yerda bo'lsa, mana bu teskarisiga ishlaydi. Xuddi mana bunaqa narsa. Anaqani eshitganmisizlar, rakni? Nima qiladi? Kessa nima qilmaydi u? Rak bo'lgan odam yoki sahr bo'lgan odam, sahr deydi, rak, uzr, adashdim. Sahr bilan adashdim. Demak, sahr bo'lgan odam aytishadi, oyog'ini kesibdi, barmoqdan boshlanibdi. Kessa nima qilmaydi? Endi sahrdan tuzalganini eshitganmisizlar? Yoki rakdan tuzalganini eshitganmisizlar? Qanaqa qilib tuzalganini eshitganmisizlar? Eshitganisizlar, shuni tarixini eshitganmisizlar? Ana o'qigan ekan. Demak, inson kasal emasman, sog'lomman, men kuchliman, men quvvatliman, men Alloh bergan, menga iste'dod bor, kuch-qudrat bor, sog'lomman degan narsani o'ziga singdiraversa, organizm ichkaridan qaynir ekanda, nima qilar ekan? Tuzalar ekan, ani kasallik yengib o'tar ekan. Demak, e'tiboring qatta bo'lsa, sen o'sha narsang kuchayib boradi. E'tiboring kayf safoda bo'lsa, kayf safo ayshi ishrat bo'mish bich bo'lasan. E'tiboring rohat farovatga erishadigan zo'r bitta orzuda bo'lsa va o'sha narsalarni o'ylayvergan sari sen natijada bo'lasan. Lekin sen bu narsalarni o'ylamas ekansan, qanaqadir zo'r sartarosh bo'l, zo'r feyt olish haqida, zo'r kiyos prichoskalar chiqarish haqida, zo'r stilist bo'lish, barber bo'lish haqida, chempion bo'lish haqida
kasbing ustida hammani sani haqingda dong'i ketish, obro' bo'lish, sartaroshlik kasbini eng halol, eng cho'qqisidagi narsalar haqida o'ylamas ekansan, bu narsalar sendan nima qiladi? Uzoqlashadi. Lekin shular haqida o'ylar ekansan va shularni xohlar ekansan, bu narsa senda zo'r bo'lib, sekin yaqinlashib borasan. Lekin o'ylamas ekansan, antak o'zim uchun hobbi uchun o'rganib qo'yaman. Bir ikkisin bola chaqam boqish kerak bo'ladi, taku. Natija ham shunga yarasha bo'ladi. Men просто так zo'rman, shuni o'zim ko'rsatib qo'ymoqchiman. Bo'ldi. Natija ham shunga yarasha bo'ladi. Demak, yaratganning bitta anaqasi bor. So'raganga beraman. Harakat qilganga ortig'i bilan beradi. Tushunasizlarmi? Lekin haligi e'tiboring so'ramasa, e'tiboring xohlamasa, harakat bo'lmasa, teskarisiga ishlayveradi. Demak, trenirovka ham xuddi shunaqa narsa. Trenirovka qilayotgan paytingizda shu narsalar haqida o'ylab, o'sha narsalarni menda originalini ko'ryapsizlar, to'g'rimi? Mana kunda 2 marta ko'rsatib beraman kamida bir xil payt, to'g'rimi? Kecha 3 talab ko'rsatdim. Demak, u originalini ko'ryapsanda, senda sirazi o'xshab qolmasa, nima bo'lyapti? Ke arazni kimga qo'ysan? Menga emas. Sartaroshlik kasbiga qilyapsan. Qilayotgan ishingga araz qilyapsan. Bundan yaxshi narsalar qo'limdan keladi, unga o'tib ketaman. Har xil va shaytonning bitta narsasi bor. Esingizda tursin. Shayton tomiringlarni 4 ta nuqtasidan keladi. De? Xudo so'raganga beraman degan va'dasi bor-ku. E'tiboringlar 4 ta nuqtada qatga qarasanglar, nima yomon narsani o'ylasanglar, o'shani Xudodan nima qilayotgan bo'lasizlar? So'rayotgan bo'lasizlar. Xudo so'rayotganinglarni berishga nima qilgan? Va'da. Nimani so'rayotsan? G'unajinni so'rayotsan. To'g'rimi? G'unajinni o'ylayotsan, g'unajin e'tibori, g'unajin takoy fufu narsalar haqida o'ylayotsan va fu nimalarni o'ylasang, Xudo o'shani nima qiladi? Beradi. Savol. Kim aybdor? Shaytonni qilayotgan ishi shundaki, mana bu narsa yoqmayotgan paytda bu yoqqa qaraysan. Bu yoqmayotgan narsa haqida bu yoqqa qaraysan. Bu yoqmayotganda bunaqa qaraysan. Lekin 4 ta tarafingda shayton bor. Shayton senga nima ko'rsatyapti? PUBG ko'rsatyapti-da, tam g'unajinni ko'rsatyapti, yo pulni ko'rsatyapti, nima chalg'itadigan kerak emas narsalarni ko'rsatyapti. Seni menga olib bormaydigan narsalarni ko'rsatyapti. Chunki ularni ko'rsatish oson, shaytonga oson. Va sen o'shalarni o'ylayvergan sari qaqqarab ketyapsan, orqaga qarab ketyapsan. Nimaga bu narsani aytyapman bolalar? Chunki har bittanglar bu yerda hozir uylantirib qo'ysa, ya'ni dajami bola ham 2 ta bola tug'dirib qo'ya oladigan yoshda, kuchda. Bu degani erkaksan, gapingga javob beradigan bo'yindasan degani. Hozir qilayotgan ishinglarni men berayotgan ilmimni ertaga rizq berishiga qanaqadir kafilligim bor meni. Tushunasizlarmi? Javobgarligim bor. Lekin ikkinchi vazifa, sizlarning javobgarliginglar ham bor. Agar bu vazifa ikkalamiz bitta yo'lga chiqdikda, Abduvali aka, men zo'r sartarosh bo'lmoqchiman, orzuyim mana bunaqa palonchi pistonchi. Davay, ketdi, ikkalamiz yo'lga chiqdik, men bitta ketyapmiz. Men olib ketyapman, men bunaqa qilamiz, men bunaqa qilamiz, men texnikalarni ko'rsatyapman, tushuntirib beraman, mag'zini chaqib beraman deb, sizlar ha. Eras qanaqadir jarayonda ilhomlanib ketib qoldingda, o'sha ilhomlanib ketgan paytingda shayton e'tiboringni sotib olishi oson bo'ladi. Ras olib kelib g'unajinni qo'yib qo'yadi yoki PUBG'ni qo'yib qo'yadi yoki nimadir qo'yib qo'yadi-da. Ana o'sha pay ketib qolganingni bilmay qolasan. E'tiboringni berib qo'yganingni bilmay qolasan. Ras men bu yoqda, "Ey, to'xta. Abdulaziz to'xta" deganim bilan sen, "Ha, men shu yerdaman, Abduvali aka, shu yerdaman" deyapsan, lekin xayol boshqa joyda.
Bo'ldi. Mana bu narsa ketdi oyisinikiga qarab. Abduvali aka bu yerda qolib ketaveradi. Keyin Abduvali aka nima qiladi? Men pecheni terim bilan o'rgatyapman, o'qityapman, ketqizyapman, vaqtimni beryapman, boshqa qilyapman. Meni haqqimni ber deydi. Bu sizlar nimalar bo'ladi? Qamchilar bo'ladi. Savol, bu yerda kim aybdor? Lekin Abduvali aka qamchilayapti. Nega? Vaqtiga, mehnatiga, o'rgatayotgan narsasiga, muhitiga, sizlarga tayyor video darslik berilyapti, ko'rsatib berilyapti kuniga, hammasi o'rgatilib, tushuntirilyapti, lekin sizlar olmayapsizlar. Nega desa, mana bu qayerda? E'tibor boshqa joyda. Formula esingizda tursin. Qobiliyatinglar, iste'dodinglar, mahoratinglar, sizlardagi kuch-qudrat qachonki maqsadinglar sari e'tiboringlar o'sha yerda bo'lsa, e'tiboringlar shu yerda bo'lsa, shunda natijaga boradi. Tushundinglarmi? Natija zo'r qilib ma'mininglarni kuchaytirib beradi. Lekin e'tiboringlar kerak emas narsalarda bo'ladigan bo'lsa, bunda naborot ma'minda cho'kib ketasiz. Stress. Demak, agar e'tibor o'zini joyida bo'lsa, qobiliyatinglar oshadi, iste'dodinglar oshadi, nima deydi, mahoratinglar oshadi, ko'ra olishinglar oshadi, kuchli bo'lasizlar, kuch keladi. E'tibor kerakli joyda bo'lsa. E'tibor kerakli joyda bo'lmasa, men bilan hammasi uvolga ishlaydi. Tushunyapsizlarmi? Demak, 9 yil maktabda shunaqa bo'lgan. Nima endi maktabda 9 yil o'qigan odam misol uchun hamma tuppoymi? Yo'q. Kimiklar chiqqan kerak bo'lsa bor, milliondan bitta. Anaqadan chiqqan nima deydi? Fiziklar, tam sportsmenlar bosh chiqib kam. Nega degan savol tug'iladi. Nega? Qanaqa qilib degan savol tug'iladi. Javobini eshitish xohlaysizlarmi? Muammo nimada? Nega desa, men sizlarga tushuntirib beraman hozir. Nima? Inson o'zini o'zi katta cho'qqiga olib chiqishiga bitta sababchi bo'ladigan narsa, u ustozdan kerakligini olib bo'lgandan keyin o'ziga ustozlik qilishi. O'ziga ustozlik qilishi. U nima degani desa, men zo'r sartarosh bo'lish uchun nima qilishim kerak degan savoliga har kuni javob qidiradi. Men shunaqa qilganman. 22 yildan beri ishlayapman. Mana 23-yil boshlanyapti. Demak, men 10 yil stajim bo'lgandan keyin bu kasbni 100% bo'ldi. Men davlat ishidan ketdim. 4 yil institutda o'qidim-da, davlat ishidan ketdim-da, bo'ldi. Faqat shu sartarosh bo'laman. Shu sartaroshga qanoat qilaman, sartaroshlik kasbiga va sartaroshlikda endi men qanaqa qilib boyib ketsam, zo'r usta bo'lsam, professional bo'lsam bo'ladi deganda men savollarni ro'yxat qilganman. Javoblarni. Birinchi men bunaqa ustozga o'rganishim kerak, ikkinchi men bunaqa ustoz o'rganishim kerak, uchinchi men bunaqa ustozlar qidirib topishim kerak, to'rtinchi men bunaqa chempionatlarga qatnashishim kerak, beshinchi men bunaqa chempionatlarni ko'rishim kerak, beshinchi men texnika o'zimga o'zim ustozlik qilish strategiyamni ro'yxatini qilganman. Ustozlardan o'rganadigan narsam ayni damda qaysidir miqdorda qolmadi. Endi bor texnikamni maydonda, demak, konkurslarda, boshqalarda ko'rsatib rezultat qilib, o'zimga o'zim ustozlik qilishni nima qilganman? Boshlaganman. O'zimni o'zim yetaylaganman. Katta ustozlarning oldiga pulini olib borib berib, o'qib, o'rganib, o'zimga o'zim. Даже sizlar hozir mana trenirovka qilsizlar, mana ilon to'rimi manaqada. Qaychida. Men ustozlarimda buni devorda turib o'rganmaganman. Men o'zim kashf qilganman. Turganman-da, qarang, qaychi qo'limda qayilmayapti. Bunaqasiga qayilib, ustozim mana bunaqasiga qayilib, men bunday turib ishlaydigan ustozlarimni ko'rganman-da. Kamoliddin degan ustozimni ko'rgandim. Men qaraganman-da, men trenirovka, rukabashning, thai boks, kickboksda ko'p qatnashganman. O'tirib o'ylaganman. Faqat 99% trenirovkani
kuchi oynaga qarab ishlashda bo'lgan. To'g'rimi? Keyin mishokda ishlaysan, keyin paraga ishlaysan, keyin ringga chiqasan. To'xta deganmi? Xuddi shu texnikani men oynaga qarab ishlashganda ishlaganman. Devolda ishlaganman. Ustozlarim birinchi ustoz naqosan deyishgan. Men turib olib, men anaqasiga qo'limni, muskullarimni, paylarimni ochishga harakat qilganman. Qo'lim qayilmayotgan joyida qayiltirishga harakat qilib ko'rganman. Moshinkalarni ham uchida ishlab ko'rishga. Odamning kallasida emas. Oyog'imni qo'yib qo'yardim emas, keyin oyog'imning o'rniga bonkani qo'yib qo'yganman. Meni keyin bo'lmagan menda. Bonkani o'rniga koptok qo'yib qo'yganman keyin. Cho'slam o'zim trenirovka jarayonini nima qilganman? Ixtiro qilganman, strategiya qilganman. Keyin sekin mana keyin buni qog'oz kesishni o'rgandim. Keyin bunaqasi, keyin unaqasi. Hammasi keyin sekin nima qilgan? Ochilib kelgan. Tushundinglarmi demoqchi bo'lgan? Men o'rgangan ilmlarimni, ustozlarimdan yig'gan ilmlarimni oxirida mana bitta aytaylik 7-8, 9-si hamma ilmimni uyg'unlashtirib, bir-biridan yangi texnikalarni nima qilganman? Kashf qilganman. Yangi texnikada ishlashni va yangi texnikada o'rganishni o'rgatganman. Tushundinglarmi? Va o'rganishni o'rgatganman va yangi texnikani o'rgatib, tezroq o'zim yo'qotgan 10 yilimni 2 yil, 1 yilda o'rgana oladigan qilib darajaga olib chiqqanman. Tushundinglarmi? Dastur ishlab chiqqanman. Demak, nima bu narsani aytayotsa, hozir ko'rgan chempioninglar mana barbershoplarida ishlayotgan shogirdlar eng kuchlisi, eng zo'ri ham, eng katta staj nari borsa 4 yil yo 5 yil staji. Eng yengisi misol uchun aytaylik, yaxyoman 4 oyda professional bo'lgan. Tushunasizlar? 4 oy, 5 oy. Tushunasizlar? Mana kechagina sizlardan oldingi gruppalardan ko'p shogirdlar bittadan, ayniqsa men hozir qaysi Surxondaryolik Shahzodga uje ketganiga 1 oy bo'ldi. 3-kuyov chiqarayotganini video qilib menga tashlayapti. Ko'ring ustoz deb, istoriyaga qo'ying deb. Qo'yibman, o'zim maza qilyapman ko'rib. Nega? 6 oy trenirovka qildi. Ertayu kech bor e'tibori faqat kerakli joyda bo'ldi. Va natija cho'tki. 6 oy birga o'qidi boshqalar, xuddi o'shunaqa trenirovka qilishdi, lekin ko'ziga qarab turibman, e'tibor ani Anzira tepani nimasida? G'unajinida. Tushunasizlarmi? Kerak emas narsada. Tushunasizlarmi? Va shuni evaziga alam qiladiganini aytaman. Haligi 6 oy ikkalasi ham to'lov qildimi? 5 oy to'lov qildim, misol uchun. U ham bu ham o'sha pulni ketkizdi, lekin anu rezultatga kirib ketyapti. Anu telefon ustoz o'xshamayapti, ko'ring. Siqilib menga dard, alam bilan menga video qilyapti, dars telefon qilyapti-da, anu video ustoz o'xshamayapti. Xo'p, qatta xato qilyapsansa, siz o'rgatgansiz hammasini uchun qo'lim qila olmayapti. Nega? Chunki trenirovka jarayonida uni e'tibori avtopilotda edi. Qanaqatsa tana avtopilotda ishlayapti, e'tibor boshqa yo'da. Samolyotni ko'rgansizlar, uchuvchi boshqarmaydi. Samolyotda kompyuter qo'yib qo'yadi, borib uchib olib qo'nguncha o'sha joyda kim olib boradi? Kompyuter olib boradi. Avtopilot deydi buni. To'g'rimi? Trenirovka jarayonida avtopilotda bo'lganda, lekin ertaga ish jarayonida nima bo'lyapti? Avtopilotda bo'la olmayapti. Tushundinglarmi? Endi qiziq joyini aytaman. Haligi ikkinchi shogird Shahzodda ismi. U trenirovka paytida xayoli joyida edi, e'tibori joyida edi. Trenirovkani miridan sirigacha chuvib olib trenirovka qilganida, ish paytida hayajon kelyapti-da, o'zini yo'qotib qo'ydi, lekin qo'l nima qilyapti? Avtopilotda uni vaziyatdan olib chiqib ketyapti. Tushundinglarmi demoqchi bo'lganim? Demak, trenirovka paytida qanchalik anglagan holatda, his qilgan holatda har bittasini mag'zini chaqqan holatda trenirovkasini zo'r qilsanglar, klient oldida, jang maydonida, klient oldida sizlarni 90% avtopilot olib chiqib ketadi. Sizlarni tananglarga singdirilgan texnika, qobiliyat, trenirovka sizlarni avtopilotda nima qilib ketadi? Klient oldidan olib chiqib ketadi. Nima qilayotganingni bilmaysan, ishlaysan lekin.
Tushundinglar? Hayajon dovdirab qol, klient qosh qovog'i yoki nito gapi, g'alati qarashi yoki ana nech pul olasan gaplar yoki savdolashishi yoki senga ishonchsizlik bilan qarashi seni hayajonlantirishi mumkin. Lekin sen indamay ishingni qilaverasan, chunki qo'ling nima qilaveradi? Kelishaveradi. Va avtopilotda seni natijaga 90% olib, 10% yo'l-yo'lakay sekin o'zing nima qilasan? Yig'ishtirib olasan, o'nglab olasan, sekin-sekin. Tushunyapsizlarmi? Ozgina talchoq bo'ladi avtopilot. 10% deylik, 90% ana o'zingni yig'ishtirib olarsan. Tushuntira oldimmi demoqchi bo'lgan? Lekin aslida 90% yordam bergan bo'ladi avtopilot trenirovka. Tushundinglarmi? Ana o'sha narsagina zo'r sartarosh bo'lishingga sababchi bo'ladi. Endi men shu kungacha nimaga shu natijaga erishyapman desang, men har kuni shu savolni beraman. Zo'r sartarosh bo'lish uchun, kasbimda halol, kuchli, usta bo'lishim uchun men yana qanaqa yutuqlarni, qanaqa natijalarni qo'lga kiritishim kerak. Yana ham davomiy, yana ham uzoq, yana ham zo'r cho'qqilarga va halol, kuchli obro' va kuchli natija va kuchli tan olinish va o'zimdan, hayotimdan baxtli hayot kechirishim uchun har kuni shu savolni beraman. Har kuni. 24 soat. Nima qilsam nima bo'ladi? Nima qilsam bo'ladi? Nima qilsam bo'ladi? Va erishilgan va qilingan narsalarim, natijalarim orqali sizlarga va sizlardan keyingilarga ham qo'limdan keladigan beradigan narsalarim bor. Endi ikkinchi toifa odam bo'ladi. Men mashina o'rganib olsam, bo'ldi ekan. Shun bilan o'sha bola chaqam boqar ekanman. Shun bilan hayotim kechirar ekanman. Bo'ldi, mashina qilsam bo'ldi ekan degan narsa o'tiradi fikrlar. Yo'q, har kuni yangi texnika chiqadi. Har kuni yangi strishka bo'ladi. Har kuni yangi imij bo'ladi. Har kuni klientni kaprizi nima qiladi? Har xil bo'ladi. Har kuni zamonaviy nimalar, talablar oshib boraveradi. Agar izlanmasang, qidirmasang, harakat qilmasang, tirishib qolmasang, har kuni shu savolni o'zingga bermasang, borgan sari sen bundan ham nima qilasan? Ma'mini yo'ligi bilan mamnaqa bo'ladi. Agar harakatda bo'lib tursang, men aytayotgan narsalarni amalga oshirib tursanglar, ma'min bilan taqdirlanib, shirinlik bilan taqdirlanib turasizlar. Tanlov sizlarniki. Noldan chiqish, yo'qdan bor qilish, o'zini halol ko'tara olish har kimga ham emas. Lekin buni qoyillatish haqiqiy erkakning nimasi? Vazifasi bo'ladi. Bu qaysi kasbni, qaysi ishni qilishingdan qat'iy nazar eng muhimi halol bo'lsa bo'ldi. Hamma joyda shu formula ishlaydi. Tushuntira oldim? Savollar bor? Endi trenirovka jarayonida e'tiboringlarni qanchalik chalg'itish kerakligini o'zingizlar bir o'ylab ko'ringlar. Men kelyapman, aylanib kelaman, kuzataman. Men ko'zim Mamitda. O'zim Mamitdaman, lekin ko'zim Mamitda turgan bo'ladi. Tushunyapsizlar? Kim qanaqa nafas olyapti, kim qanaqa gapiryapti, nima qani yanada diqqatini bo'lib ko'ray deyman, chalg'itib ko'ray deyman. Olaman, telefonimni olaman, reels ko'rib turaman. Trenirovka qilayotgan ketdi. Men nimaga bunaqa qilyapman? E'tibor qanchalik nozik bolaligini tekshiryapman. E'tibor qanchalik kuchliligini tekshiryapman. Tushunyapsizlarmi? Gap tashab ko'ryapman, chalg'itib ko'ryapman, boshqa qilib ko'ryapman, o'qib ko'ryapman. Nega? E'tiboringni boshqarsang, diqqatingni boshqarsang, ikkalasi bitta narsa. E'tibor, diqqat. Ikkalasini zo'r boshqarib, zo'r yo'lda ketgan odam butun o'zini, hayotini va atrofdagilarini ham boshqaradi. Boshqarish degani nima degani? Liderlik degani. Yana nima degani? Boshqara olish degani bu hukmronlik degani. Oilangni boshqara olsang, oilangni hukmronsan. Oshna og'ayningni oldida adolatli fikr yurita oladigan, to'g'ri tarafga boshqara oladigan bo'lsang, ulpatingni, og'ashna og'ayning nimasa?
hukmronlik qila olasan. Ertaga senga poddeshkani cho'tga ushlab turishadi. Seni qo'llab-quvvatlab turishadi. To'g'rimi? O'zingdan kattalarni ham xizmatini qo'llatib, chotki rahmatini qo'llatib qo'ysang, ular ham senga qo'ldan kelgancha yordam beradi. Hukmronlikmi bu ham? Xohlagan tarafingdan o'zingga kerakli nimani? Yordamni ola olasan va o'zing xohlayotgan natijani erisha olasan. Bu o'zingni hayotingni hukmronligi bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Agar u hukmronlikni o'zingni hayotingda qo'llata olsang, bo'ldi, qolgani muammo emas. Qolgani problema emas. Ishoninglar. Lekin bu narsani qo'llata olmas ekansizlar, bu narsa haqida e'tibor va diqqat kerakli joyda bo'lmas ekan, bo'lar ekan, zo'r shikalatni kutmanglar. Mana buni kutmanglar. Mana bu bo'ladi. Tushundinglarmi? Birovni xafa qilish niyatim yo'q. Lekin men trenirovka jarayonida butun boshli 100% e'tibor va diqqat trenirovkada bo'lishini xohlaganim uchun aytayapman bu narsani. Nega desa, e'tibor va diqqat trenirovkada chotki bo'lsa, chotki tez o'rganadi, o'zlashtiradi, ko'rsatadi, ertaga pul bo'lib ketadi, boyib ketadi. Ustoz, men pulim ko'payib ketdi, menga xursand bo'lib keladi. Rahmat ustoz. Sizlardan oldingilarga o'xshab, rahmat ustoz, mana bu joy egasiman, mana bunaqa kabinetim bor deb xursand bo'lib natijaga boradi. Lekin o'sha sizlardan oldingi yana ba'zi bir shogirdlar ham bo'lgan, e'tibori halayda, valayda, varrayda, sharrayda, qurbaqada, baqada, g'unajinda bo'lganlar haligacha nima qilsam bo'larkan? Va keyin o'qi kallang yana to'g'rilaylik, ham joy-joyini to'g'rilaylik, kamchiliklar bor desa, yo'q, yana pul to'lashim, yana qamchimi? Yana vaqt ketadimi? Yana cho'slar ular yurtdi hali. Lekin men sizlarni unaqa bo'lishinglarni xohlamaganim uchun jonimni achib gapiryapman. Holinglar to'g'ri tushuninglar, holinglar yondan tushuninglar, holinglar bunaqasiga tushuninglar. Menga farqi yo'q. Men sizlarni foydanglarni o'ylagan holatda gapiryapman. Kelishdiga? Tak что diqqat va e'tibor joyida bo'lar ekan, sizlar bilan natijaga boramiz. Diqqat bilan e'tibor joyida bo'lmas ekan, men bu savolni har kuni o'zingizlarga bermas ekansizlar, sizlar просто tak bu kasbni hobbi uchun o'rgansanglar ham xato qilayotgan bo'lasizlar. To'g'ri, qora qozoninglar qayninglar yaxshi bo'ladi, u bo'ladi, bu bo'ladi. Lekin bu haqida o'ylamas ekansizlar va harakat qilib erishmas ekansizlar, kasbingizlardan noliydigan narsalar bo'ladi. Chunki natija shunga yarasha bo'lmaydi. Va natija odam xohlagandek bo'lmaganidan keyin doim u odam nima qiladi? Baraka toping, nolib yuradi. Noliganni oti nolivoy bo'ladi. Tak что sizlar bilan nolivoy emas. Nolivoy. Nolivoy emas, baxtiyor bo'laylik. Baxtli kechirish uchun zo'r sartarosh bo'lish kerak. Tushunarli bo'ldimi? Xafa qilib qo'ymadimmi hech kimni? Uzr agar kimnidir qattiqroq gapirib o'rgan bo'lsam, emotsiyaga berilib ketdim, chunki ichimdan portlab chiqyapti bu narsa. Nega portlab chiqyapti? Chunki bu narsalarni sizlarda kelajakda bo'ladigan xatolarni men o'sha oldindan sizlarda nima qilyapman? Ko'rib turibman, his qilyapman. Sizlardan oldin mingtasini chiqardim. Mingtasida men o'sha tajribam qanaqaligini bilaman. Kim qayerga qarab boradi, kim qayergacha boradi, kim qayergacha bormaydi, taxminan tajriba xulosam bor. Sizlar ham o'sha qarab ketayotganinglarni ko'rib, ba'zi birovlarni yuragim nima qilmayapti? Ko'tara olmayapti. Asablarim buzilib ketyapti. O'dyapti. Unga tushuntirish kerak, miyasiga quyish kerak, e'tibori bilan diqqatini olib kelgan, bu zo'r bola ekan o'zi. Qo'lidan kelar ekan, qobiliyati bor ekan, iste'dodi bor, lekin diqqat bilan e'tibor anta qo'yga o'xshab o'tlab yuribdi. Qo'shnini qo'yini agarotiga chiqib ketgan, g'unajini bilan yuribdi deb aytyapti. Ichim qaynab ketyapti. O'shaning uchun shu narsani gapiryapman. Kimnidir agar yuragiga qattiq bosgan bo'lsam, uzr so'rayman. Bir doktor e'lon beradi-da. Hop, Shu professor bo'ladi. Men deydi saraton bilan kasallanganlarni davolayman deydi. Mana bu vaqtda mana bu yerga kelinglar deydi. Mingga yaqin odam yig'iladi. Zalga. Mingga yaqin odam yig'iladi, soatlari belgilangan bo'ladi-da. Va o'sha soat kelganda bir kishi kiradidagi uzr, hozir doktorimiz yo'lda ushlanib qoldi. Yarim soatda kelar ekanlar dedi. Yarim soat hamma kutib o'tiradi. Yarim soat o'tgandan keyin
yana kiradi har gal. O'zi yana mashinalar buzilib qolibdi, yana yarim soat kutib turadi. Yana yarim soat o'tadi. Ungacha odamlar qanchadir ketib qoladi. Keyin kiradi, yana 10 minut deydi, 15 minut deydi. Oxiri zalda 10 ta odam qoladi. Yolg'onchi ekan, bu kim emas ekan. Keyin haligi odam o'zi kirib, o'sha doktor men edim dedi. Nimaga bunaqa qildingiz deganda, men saralab oldim. Haqiqiy chin dildan tuzalishni xohlay turganlarni men saralab oldim. Ya'ni endi sizlar bilan men nima qilaman? Tuzalishga munosiblarni saralab oldim. Ana bu ham xuddi shunaqa narsa. Kim munosib bo'laman desa, diqqati va e'tibori joyida bo'lsa, chidamlilar bilan harakat qilinsa, shunda yaxshi bo'ladi. Lekin munosib bo'lishga harakat qilmasanglar, unda yaxshi bo'ladi. Tushunarlimi? Tak что, diqqat e'tibor. Sizlarning qo'lingizda. Qaqqa musorga otasizlarmi? Kerakli joyga ishlatasizlarmi? Xohishlarni. Sizlarga ham foydali bo'lgan bo'lsa, xursand bo'lamiz. Hissiyotga berilib, qattiq gapirib o'rgan bo'lsam, uzr so'rayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sartaroshlarning baxtiga mijozlarning sochi hech qachon to'kilmas.